kecha bitta kulgili holat bo'ldi-da. Mani xo'jayinim telefonda ertalabdan kechgacha telefonda o'tiradilar, ishlaydilar, chunki ishlari shunaqa. Endi biz aeroportga endi keldik, uchib keldik Dubayga. Ana keyin erim ID kartasi bor-da, Dubaydagi ID kartasi. Unda boshqa tarafdan o'tadilar. Biz esa o'g'lim, men, yanchkam biz tamojnadan boshqa tarafdan o'tdik-da. Yana keyin xo'jayinim o'sha yerda kutdilar bizani bagaj olayotgan joyda. Biz alohida keldik. Shu bilan keldik, bagajlarni oldik. Erim telefonda ishladilar. Men esa hamma narsani hal qilib, marhaba bilan gaplashib, ko'rsatib, qaysi bagajlarimiz bizaniki ish qilib oldik hammasini. Xo'jayinim bilan birga ketdik, qarochi. Keyin direktga bitta odam yozayotgan ekan menga. Munisa, assalomu alaykum. To'g'risini ayting. Sizni eringiz shunchaki-ku tipa podelka. Просто yoningizda olib yuribsiz. Atak haqiqiy emas. Shunaqa gaplar yozibdi, lekin bittasi yozibdi. Men ko'rdim bugun sizlarni aeroportda birga uchib keldik Toshkentdan Dubayga. Menga turmushga chiqing, haqiqiy emas ekan-ku. Hamma narsani siz qildingiz. Eringiz telefonda postoyanno turdilar. Telefonga qarab, sizga yordam bermadilar deb yozibdi. Birinchidan bizda servis bor edi, marhaba. Xo'jayinim zakaz qilganlar biz uchun hamma narsani qilishadi, faqat ko'rsatish kerak, qayerda qanaqa chemadonda turibdi, bo'ldi. Odamni o'zi oladi hamma narsalarni, bizani olib boradi mashinagacha. Lekin bizani odamlarimiz faqat shu har xil noto'g'ri fikrga kelishadi. Nimaga shunaqa? Men bilmayman. Tinch qo'yinglar, meni oilamni. Haqiqiy er bo'ladimi, haqiqiy er bo'lmaydimi, baxtlimanmi, bebaxtmanmi, yaxshimi hammasi, yaxshi emasmi, lekin nima farqi bor? Men o'ylaymanki, odamlar san'atkorni shaxsiy hayotiga aralashish kerak emas, bunaqa narsalar yozish kerak emas. Axir biz o'zbekmiz-ku. Biz bunaqa tarbiya olmaganmiz. Masalan, men oilamda hech qachon bunaqa tarbiya olmaganman. Meni boshqa odamlar bilan ishim yo'q. Kim nima qanaqa, kimni hayoti qanaqa. Men o'ylaymanki, bu noto'g'ri narsa va g'ururlanaman. O'zbek bo'lganimdan, meni oilamda ota-onam shunaqa tarbiya qilishganidan g'ururlanaman. Xudoga shukr. Shu uchun sizlarga ham tavsiya qilaman. O'zingizlarning ishinglarni qilinglar, san'atkor hayotiga aralashmanglar. Rahmat.